Assalomu alaykum qadrdonlar, aziz kanal obunachilari. Azizlar, bugun sizlarga yana bir chiroyli video tayyorlab bermoqdamiz. Bugun xudo xolasa yana bir fayzli xonadonimizga juda ham chiroyli bo'lgan Akfa eshik romlar ustanovka bo'ldi. Azizlar, sizlarga Akfa Alumin kanalidan murojaat qilyapmiz. Bugungi videomizda Akfa Plus 7000 seriya plastik rom hamda teng o'rtada turgan mana alyumin balkon profilidan tayyorlangan eshigimiz to'g'risida ma'lumot beramiz. Azizlar, xudo xolasa bugungi ustanovkamiz Samarqand viloyati Narpay tumani Qadim qishlog'ida bo'ldi. Demak, boshladik azizlar. Uyimiz oldi tomonda azizlar, ko'rib turganlaringizdek, xo'sh, ikkita bir xilda shitsi granit tushirilgan va bu darvozaxonamiz yonida отдельно bitta katta xona tushirilgan. Derazalarimiz отдельно to'xtalib o'tilishga loyiq, chunki deganda hozirda premium yasalayotgan Akfa Plus 7000 seriya va trendda bo'lgan, urfda bo'lgan antratsit mokroasfalt svetda bo'lgan va yana ham bir отдельно to'xtaladigan jihati uyimizga oynalari ham xuddi shunday antratsitga monand qora oynalardan foydalanib qo'yib berganmiz. Bularning hammasini akamiz o'zi tanlab bergan, fasoni, materiali va oynasini rangigacha. Akani o'zining didiga ham qoyil, chunki deganda juda ham chiroyli fason. Uyimizga aynan mana shu granit uylarga mana shu fasonlar juda ham chiroyli bo'ladi. Va eshigimiz ham xuddi shunday high-tech fasonda yasalgan alyumin balkon profildan yasalgan. Demak, azizlar, derazalarimizni razmerlarini aytib o'tamiz. Shestigrammiz katta razmeri 1.60 ga 1.40 va yonboshidagi 1.60 ga 80 razmerdagi gluxoy romlarimiz. Eshigimiz esa 1.20 ga 2.40 bo'lgan standart eshigimiz tushirilgan, ikki tabaqali o'ngga ochiladi va eshigimizga naq 5 tadan 10 ta Akfa'ning o'zining oshmosh petallaridan va Akfa'ning katta rolli zamak ruchkalaridan qo'yib berganmiz. Kvadrat metrlarni ham birdan sizlarga ma'lumotini berib o'tmoqchimiz. 1 metr kvadrat azizlar 7000 seriyaliklarimizni 1.200.000 so'mdan sizlarga kelib tushadi. Olib kelib o'rnatib berishi bilan. Eshiklarimizga keladigan bo'lsak, imini mana shunday balkon profildan 2 qavat oynasi bilan bo'ladigan bo'lsa, 1.500.000 so'mdan yasaladi. Biz mana shunday katta ob'yemlarga bo'ladigan bo'lsa, yana ham skidka bonuslarni qilib beramiz chiroyli narxlarda. Zakazlar bo'lsa, nomerimiz yozib qoldirilgan. Imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqsangiz, kelishtirib, sifatli qilib yasab beraveramiz. Bu uyimiz old tomoni ko'rinishi bo'lsa, uyimiz orqa tomonida ham xuddi shunday 3 ta standart 1.40 ga 1.60 deraza romlarimiz bor. Ularni ham ustanovka qilib bo'lganmiz. Azizlar, kimga qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Agarda mana shu videomizda sizlarga yana ham bir to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqingizlar, kelishtirib, chiroyli qilib hisob-kitobini qilib beramiz. Qora oyna yaxshi tushganmi, yo'qmi, kommentga yozib ketamiz azizlar. Endi mana shunday kuni bo'yiga masalan quyosh tegib turadigan tomonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu qora oynalarimizni juda ham chiroyli ko'rsatadi. Uyimizning fasadiga ham yarasha. Uyimiz kirisha qismi ham xuddi shunday antratsit bo'lganiga hammasini bir xilda podsvet qilib qora narsadan qo'yib berdi. Sizlarga hozir ichkarisini ham ko'rsatib berib o'tamiz. Eshigimiz azizlar, mana old ko'rinishi. Eniga 1.20, balandligi 2.40 razmerda eshigimiz. Oshmoshlari отдельно 5 tadan 10 tani oshmosh petlarni qo'yib berganmiz va katta Akfa'ning o'zining ruchkalaridan qo'yib berganmiz. Legrovkalarni chiroyli qilib tushirib berganmiz va uyimiz ichkaridan ko'rinishi. To'g'rimizda bitta forchga qo'yib berilgan. Mana shessi granitimiz ichkari tomondan ko'rinishi azizlar. Qora oynamiz ichkaridan qanday ko'rinadi? Xo'sh, bu tomonimizda, orqa tomonimizdagi deraza romlarimizga esa oq oynalardan foydalangan. Chunki endi orqa tomonimizga quyosh tushmasligi va yorug' tushib turishiga ruchkalarni ham baqot ruchkalardan qo'yib berganmiz. A5 ruchkadan anchagina narxida ham sifatida ham farqi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Akfa Plus 7000 serial plastik romimiz hammasi ustanovka bo'ldi. Mana bu tomonimizda двойной mexanizm qo'yilgan. Двойной mexanizm azizlar plus 200.000 so'm kvadratdan tashqari qo'yiladi. Bu kvadratdan tashqari qo'yiladigan narsa azizlar. Zakazlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab o'rnatib beraveramiz. Mana seyli yonboshdan ochilishi azizlar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, shuning bilan ustanovkamiz ham azizlar o'z nihoyasiga yetib qoldi.